O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-oktyabrdagi 50-sonli bayonotida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Qo'ng'irot tumanidagi 22-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida tejamkorlik saboqlari mavzusida seminar tashkil etildi. Seminarda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi metodistlari hamda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlari ishtirok etdi. Tadbir davomida bolalarda kichik yoshdan boshlab tejamkorlik madaniyatini shakllantirish, ularni pul, vaqt, suv va elektr energiyasi kabi muhim resurslardan oqilona foydalanishga o'rgatish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, iqtisodiy savodxonlik va mas'uliyat hissini erta yoshdan rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Seminarda Toshkent, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida o'rganilgan ilg'or tajribalar ham taqdim etildi. Xususan, maktabgacha ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik yondashuvlar va axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha amaliy tajribalar bilan o'rtoqlashildi. Tadbir doirasida tarbiyalanuvchilar ishtirokida Almashish tarixi nomli o'yin namoyish etildi. Unda bolalar mahsulotlarni o'zaro almashish jarayonini sahnalashtirish orqali pul paydo bo'lishidan avvalgi iqtisodiy munosabatlar haqida tushunchaga ega bo'ldilar. Shuningdek, ikkinchi hayot eko-kreativ o'yini orqali chiqindi materiallardan yangi buyumlar tayyorlash jarayoni ko'rsatilib, resurslardan samarali foydalanish va isrofgarchilikning oldini olish g'oyalari targ'ib qilindi. Kiyim-kechaklar ham oziq-ovqatlar kiradi. Bu da savdoda kundalikda foydalanib yurgan do'konlardan oladigan zotlarimiz kiradi. Avul xo'jaligida dehqonchiligimiz, poliz ekinlarimiz, transport foydalanib atirgan o'yinimiz ikkinchi umr, eko kreativ o'yin. Bu o'yin orqali maqsadimiz isrofgarchilikning oldini olish, materiallik resurslarda unumli svetni o'chirib yuruvdi, suvni, har xil gazlarni, tabiiy boyliqlarimizni o'chirib yuruvdi, tushuntirib borishimiz kerak. Qo'l yuvayotganda o'chirib qo'yish suvni. Seminar davomida maktabgacha ta'lim tizimida tejamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar muhokama qilinib, bu boradagi ilg'or tajribalarni amaliyotga keng tatbiq etish yuzasidan tavsiyalar berildi. Yusuf Qidirbayev ETV telekanali uchun Qo'ng'irot tumanidan tayyorlandi.